Assalomu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 64-soniga xush keldinglar. Bugun biz Aqtashlik kitob va boshqalar degan temaning ikkinchisida hukumatimizning tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor afandim bilan suhbat quramiz. Suhbatimizga xush keldingiz. Hoş bulduk, rahmet. Rahmat. Vatan bizning tog' daryolarimiz, bizning gul giyolarimiz, to'p toshlarimiz, bolaligimizda qing'itib o'ynagan qir dalalarimiz, yoshligimizda muhabbatlashgan xoli o'rmonliqlarimiz. Vatan bizning ko'kimiz, vatan bizning zimin tuproqimiz, vatan bizning ruhimiz, vatan bizning har bir hujayramizdagi genimiz, vatan bizning tarixga tutashgan yıldızımız. Davlat, ya'ni Sharq Turkiston, dal bizning vatanga ega chiqish yo'lidagi siyosiy g'oyamiz. Ulug' vatanimizning jo'grafiyasini tafsiliy o'rganish bizning davrimizga bizlarga nisb bo'lmagan, bizning keyingilarga texmi nisb bo'lmadi. Bugun biz Aqtashlik kitobdagi vatanimizning jo'grafiyasini, davlatimizning jo'grafiyasini va Sharq Turkistonning strategiyalik muhimligi to'g'risidagi mazmunlarni Salih Xudoyor afandim bilan o'rtoqlashamiz. Salih Xudoyor afandim, Aqtashlik kitobninki Sharq Turkistonning jo'grafiyasi degan bobini nurg'un tarixiy material va hujjatlardan foydalanib ishonchlik qilib yozib chiqdingiz. Buni har qanday bir odam ko'rsa ishonchsiz yozilgan emas. Uningki kelgan manbasi hammasi yozilgan. Bu jafoliq emgingizni qisqacha tanishtirib o'tgan bo'lsangiz, marhamat. Rahmet. Aldı bilen bu jarayondan da sal kechikib qilishning sababi shu nurg'un tarixiy materiallarni o'qish kerak zor bo'ldi. Ba'zilarini tordan topqal bo'lgan bilan ba'zilarini bo'lmagandan keyin shu ma'lum kutubxonalarga berib izlab, masalan Library of Congress Amerikaniki davlatlik, ya'ni parlamentiniki kutubxonasida nurg'un materiallar, kitoblar bor ekan. Shu yerda ozroq vaqt shu yerda o'tkazdim, shu materiallarni ko'rib degandek. Endi biz bu Aqtashlik kitobning birinchi bobida endi hozirgi davomlashayotgan Xitoyninki Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata epirayotgan irqiy qirg'inchilikni epirib boshladik. Shu vaqtda boshladik. Chunki hozirgi bo'layotgan bizning beshimizga duch kelayotgan shu vaziyat bo'lgandan keyin va eng jiddiyat vaziyat shu bo'lganligi uchun kitobni shuning bilan boshladik. Ondan keyin ikkinchi nimasiga Sharq Turkistonning jo'grafiyasini, chunki ko'pincha insonlar mayli bo'lib chet elliklar Sharq Turkistonni yaxshi tushunmaydi. Garchi tushunadiganlar bor, ammo ularga nihoyat az bir ya shu jo'grafiyachilar ya tarixchilar yoki shunda O'rta Osiyoga mas'ul mas'ul xodimlar desak bo'ldi. Shuningdan biz oldi bilan Xitoyninki bu Sharq Turkistonni beslab olgan bir davlat ekanligini tushundik. Har nimasida yana shuni qaytadan takrorlayapmiz. Qaytadan takrorlashning sababi o'quvchig'imi buni kitobdan bir narsa olsimi, masalan, kitobni o'qib hamma narsa unutib qolsimi, bir narsa unutib qolmaslik kerak. U bo'lsa Sharq Turkiston hargiz Xitoyning bir parchasi bo'lmagan. Sharq Turkiston hozir Xitoyga ishg'ol ostidagi bir davlat ekanligini uqish uchun shuni qaytadan takrorlash kerak. Psikologiyada buni psixologiyada. Shuning bilan biz boshda har bir nimamizni shu Sharq Turkistonni oldi bilan Sharq Turkistonninki hozirgi nimasini tushundik. Sharq Turkistonniki shu g'arb va sharq ostida necha ming yillik ko'rik bir rol o'ynab kelayotgan bir davlat ekanligini o'tirib qildik. Undan keyin shu yaqinqi zamonlargacha shu 1756gacha Manju Ching istilosigacha mustaqil uzun bir
mustaqil tarixi bor ekanligini, keyin Xitoylar bilan ishg'ol qilib, yana keyin Sharq Turkiston xalqi bu ishg'olga qarshi turib mustaqillikni 3 qatim qaytadan jaqalaganligini va bu yerda tarixiy manbalar qarata Sharq Turkistonni tarixda nima qaysi ismlar bilan atab ekan masalasiga kirdik. Tarixda bir davlatninki, bir ülkeninki, bir rayonninki ismi o'zgarib turdi. Ne yapsız? Nurg'un manbalarda boshqa xil yozadi. Ammo shu zamonning tarixini qarasak, masalan, biz tul izlanib eng qadimgi tarixda, masalan, bu g'arbshunoslarniki, Greek va geographerlar bor, coğrafyachilar. Ya'ni Greek desak, turkchada Yunon deydi. G'arbning eng tunji coğrafyashunoslari. Hector, Herodoteslar bular shu milodiydan burun 500 yillarda atrofida Sharq Turkistonni Skitiya va yoki Issidonis deb atab ekan. Undan keyin Parislar, ya'ni Parislar deganimiz Eronliklar Sharq Turkiston zaminini Saqa deb atab ekan. Hatto nimalarmi Misrliklar, qadimgi Misrliklarmi o'zinikini siza Sakay deb atab ekan. Va Rumlar, qadimgi Rumlar, necha ming yil burungi Rumlar Serika deb atab ekan Sharq Turkiston zaminini. Ondan keyin o'zininki hozirgi 100 yil ichida, 150 yil ichida Sharq Turkiston zaminidan chiqqan qadimiy asoratlarga qarasak, masalan, nurg'un to'char til materiallar bor. Unda o'zimizniki shaharlar, masalan, Sharq Turkistonning shaharlarininki ayrim ismlar bor ekan. Masalan, Xotanni Xotana, Kroran, Kushan ya'ni Kusha, Arsi, Qash, masalan, Qashqar bo'ladi, Turpana, masalan, Duxan. Buni ko'pinchalarimiz uqmaymiz. Masalan, Xitoylar hozir Gansu atalmish Gansu viloyatining ichiga Sharq Turkiston zaminining bir qismini shu yerga nima qilib oldi, qo'shib oldi. U bo'lsa Sharq Turkistonning eng sharq qismi. To'g'ri. Gansu viloyat, bizga agar viloyat yoki Gansu rayon desak bo'ladi. Qadimgi Gansu Uyg'ur davlatininki qurilgan rayon atroflari va undan burun necha ming yilning yozi tatib Sharq Turkiston zaminining bir parchasi. Milliy jihatdan bo'lsin, irqiy jihatdan bo'lsin, tarixiy jihatdan bo'lsin, til madaniyat jihatdan bo'lsin, bizning bir parchamiz. Buni asli bizning tilimizda, qadimgi tillarda shu Duxan deydi ekan. Keyin Xitoylar buni Donxan deb aytib oldi. Va Xitoyninki yana bir nimasi yolg'onni o'tirib Xitoyninki tashviq qiladigan nima bir nimasi bor, Shiyu deb. Azaldan Xitoyning bir parchasi, Aqchiti, Ko'kchiti. Bu rayonni biz Shiyu deydik. Biz 2000 yilning yozib Xon sulolasidan tortib bizga tava deb Xitoy shunda yolg'on tashviqotlarni qiladi. Xitoyning o'zininki tarixiy materiallarini ishlatib, Xitoyning o'zining lug'atlarini ishlatib, bu Shiyuning nima ma'no beradiganligini. Masalan, Xitoychida masalan buni g'arb diyorlari yoki g'arb rayonlar deb tilga oladi ya. Asli nimasida masalan Xitoyning o'zining lug'atlariga qarasak, masalan Xitoyning Xon sulolasidan tortib, Ming sulolasidan tortib, Tang sulolasidan tortib, Song sulolasigacha Sharq Turkistonni nima deb atab ekan, shuni qaradik. Masalan, nima u Xitoyninki Songshi, ya'ni Song sulolasininki tarixiy degan kitobida, ya'ni arxivda Sharq Turkistonni Uyghur deb atab ekan. Uyghur degan, ya'ni g'arb emas, chet ellik davlatlar, chet el
Hmm. Yani Xitayning bir parçası emas. Agar To'g'ri. Xitayning bir parçası bo'lsa bizni Weigo deb atamaydi. Hmm. Shuningdan birga yana Xitoyninki o'zininki Chixay deb ensiklopediya desak bo'ladi. Ensiklopediyani Uyg'urchada nima deymiz? Bir xil lug'atdek, ammo tarix hamma narsani tushundiradigan, geografiyani hamma tushundiradigan bir ilmiy shu lug'atga o'xshab ketadigan bir kitob desak bo'ladi. Men Uyg'urchasini bilmaganlik uchun shunday tushundim. Uningda Shiyuni G'arb ülkelleri yoki G'arb davlatlari deb tushuntirgan, tarjima qiladi ekan. Va buningda G'arbningki inglizcha tarjima qilingan vaqtda buni shu G'arb ülkelleri, G'arb davlatlari deb tarjima qilinibdi. Va yaqinqi zamonlarda Xitoyninki yo u manda emas, bu manda tarjimasi deb o'zi tashviq qilayotgan bu G'arb territoriyalar demakdir yoki g'arbiy rayonlar demakdir deb o'yin o'ynayotdi-da, hamda G'arbniki va umumiy nima shu azaldan Xitoyning bir parchasi degan yolg'onni nima qilish uchun. Ammo bu yerda bir fransuz jug'rofiyachi bor, Jean Paul Lobis deb. Ki buniki eng to'g'risi shu, eng to'g'ri tarjimasi shunday debdi. Ya'ni bu Shiyu degan G'arbdagi davlatlar To'g'ri. degan ma'noda. Va Xitoyninki bu Shiyuni yolg'iz biz emas. Masalan, Xitoyning manbalarida Shiyuni masalan Hindistonni Shiyu debdikan, hatto O'rta Osiyoni Shiyu debdikan, hatto ba'zida Yevropani Shiyu debdikan. Shiyuniki hozir tushundik, eng to'g'ri tushunishi shu G'arbdagi davlatlar. Ya'ni bu Xitoyninki bir parchasi deb tushungili bo'lmaydi. Chunki Xitoy agar unda bir parchasi deydigan bo'lsa, u Shiyu degan atalg'ini ishlatmaydi, boshqa atalg'ini ishlatadi. Ondan keyin Turkiston nima atalg'isini tushundik. Va buning Xitoy buningdan nima uchun o kadar rahatsız? Nima uchun bizning Sharq Turkiston deyishimizdan rahatsız bo'lib ketadiganligini tarixiy asosi bor. Turkiston masalan asosan 639-yildagi bizningki bugungi Sharq Turkistonninki Turpan rayonlaridan chiqqan shu vaqtgi qadimgi asar nima antik materiallar bor ya, hujjatlar degandek. Shu yerda bir hujjatda shu Turpandan chiqqan 639-yilga surilgan hujjat shu vaqtning hujjati ekan. Shuningda Turkiston deyiladi. Turkiston shu vaqt Turkiston shu turk davlatining, chunki ko'k turk davlati Sharq Turkistonda barpo bo'ldi. Sharq Turkistondan Shimoliy Sharq Turkistonda yiltizlashib, shu yerdan chiqib, anandagi asta-asta kengayishga boshladi emasmi? Va u Turkiston shu bizningki bugungi Sharq Turkistonni da'vatgan shu ko'k turk davlatininki zaminlarini Turkiston deb ataladi. Chunki u so'g'di tilda turk degan shu ko'k turk, Iston deganki davlati, vatani. Shuning uchun bu ko'k turklarninki davlatini so'g'di tilga nim qilgandek bo'ldi, tarjima bo'ldi. Va undan sirt Sharq Turkistonniki masalan Xotan va boshqa rayonlardami shu vaqtlarda, ya'ni shu davrlarda ta 9-asrgacha nurg'un materiallar bor. Shu Turkiston deb, shu o'zimizningki Sharq Turkistonni Turkiston deb atalgan. Va bu yolg'iz geografiyalik bir atalg'i emas. Bu yerda bu atalg'i siyosiy bir atalg'i. Chunki ko'k turk davlatininki atalg'isi. Shuni sharlik nimasiga tarjima qilgani desak bo'ladi. Shuning uchun Xitoylar buningdan o kadar rahatsız. Chunki u atalg'i 1400 yilning yozi shu yerda bor. Xitoy nima deyapti? Biz bu azaldan bizninki biz bu yerda argiz Turkiston degan bir davlat yo'qdi. Unda yo'qdi. Turk deb nima yo'qdi deb bizni
aşu Xitayninki özününki atalmış bu ezelden benim zeminim degan yalganlarını rast qilish uchun bu Turkistonga o kadar qarshi turishi shu. Buni tushunish. Chunki bu bizninki shu zaminga egilik huquqimiz bor ekanligini tarixdan buyon necha ming yildan yazib biz bu egilik huquqimizni yo'qotib qo'yganligimizni bu yolg'iz bir jug'rofiyalik yoki nima yerlik bir atalg'i emas, siyosiy bir atalg'i hatto davlatning atalg'isi. Shuning uchun Xitoy bilan rahatsız va undan keyin asosan bu Turkiston kelimasi shu davrlardan tortib shu yaqinqi 18-19 asrlargacha umuman davomlashgan. Hatto Qutatqi biligninki Qutatqi bilig dema Yusuf Qasajevninki Mahmud Qashqariyninki turk Qutatqi biligda kechirsizlar. Qutatqi biligdagi echilish nimsini qilsanglar bütün Turkistonda deydi. Bütün Turkistonda bundaq bir kitob yozilmaganti. Bütün Turkiston ne? Umumiy O'rta Osiyo va Qashqarmu shu Turkistonning poytaxtisi va shu vaqtdagi davrdagi arablarniki va farislarniki kitoblarga qarasak, masalan 13 asrdagi Faris tarixchi Minhaj Shiraj Jujaniniki Tabaqati Nasri degan kitobida Yusuf Qodirxon, ya'ni Qarxonlarniki podshosi Yusuf Qodirxon bütün Turkistonninki podshosi ekanligini yozdi. Va yana Marco Polo, masalan, italiyalik qadimgi Ipak yo'liga nim qiladi-ku. U Sharq Turkistonga o'tgan vaqtda u yana kitobida ikki xil til qoldi. Ham Turkiston va Buyuk Turk eli deb, ya'ni Turkiya deb. Keyin Chag'toy davrlarida bu Turkiston asosan shu vaqtlarda ikkiga parchalanishga boshlaydi. Birisi O'zbek Sharq G'arb Turkistonlar Sharq Turkistonga. Bu yerda shu Sharq Turkistonda shu mamlakati Qashqar deb, ya'ni Qashqar davlati, mamlakati Yarkand davlati, keyin bir vaqt davrlarda Mo'g'uliston deb atalganti. Keyin oxiri shu 1500-yillarda Yarkand xonadonligininki, Yarkand davlatininki xonligininki kelishi bilan umumiy mamlakati Yarkand deb yerlik atalg'i shu bo'libdi ekan. Ammo yana chet elliklarninki shu vaqtda Sharq Turkistondan o'tgan vaqtlarda, masalan 1625-yili bir Angliyalik Samuel Purkis deb bir Angliyalik shu vaqt o'tganda bu yana Sharq Turkistonni shu Turkiston xonligi yoki Kingdom of Turkiston deb tilg'abdi ekan. Va yana shu vaqtki g'arbliklar yana Turkistonning poytaxti Qashqar deb aytdi ekan. Andan keyin 1683-yilda Fransiyalik kartografer deydi, xarita chizg'ichi va jug'rofiyachi Nicholas Sanson Turkistonni, ya'ni bu u xaritani men necha qatim Twitter'ga qo'ydim. Sharqida, g'arbda O'zbekdi deydi. Shu xaritani ko'rsatyapti-da u. Turkistonning g'arbida O'zbeklar bor, ya'ni Chag'toylar, sharqida Chatay, Mo'ng'ul va Xitoylar bor. Hindistonninki shimolida va haqiqiy O'rta Osiyoning qap o'tirsida deb va muhim shaharlarni, masalan, Qashqar, Xotin, Charchen deb tilg'abdi ekan. Va 1782-yildagi ensiklopediyasi, Fransiyalik ensiklopediyasida yana Turkistonni Le Pays de Turks, turklarninki davlati deb tushuntiribdi ekan va Qora dengizdan tortib ta Xitoyning sepilg'icha keladi.
ve Kaşka ülkesi depdi o. Kaşka ülkesi Türkistan'ın bir parçası dep. Hamda Hmm. Şarkı Türkistan atalgısı kanda oturga kelişki başladı. Bunun karaylı. Bunu düşendik. Xitayning teşvik kılıvatqani bu Şarkı Türkistan atalgısını ama yakından yazı teşvik kılıvatqan sapsatlari bu Şarkı Türkistan atalgısı şu CIA aqç kökçüleri oturga çıkargan atalgılar dep Hmm. yoki ma bu bir uruspa Mikhail Bichurin dep Hmm. 1820 yılda şu keşif kılgan dep uşunda sapsatlarni qiladi. Amaliyotda bu Şarkı Türkistan atalgısı tunji qatam hamda biz hozirgi manbalarda necha 100 manbalarni izdik. Hozir eng baldu tapalığımız şu 1730 yıldaki bir nima Şvetsiyalik askeri officer ve coğrafyaçı Philip Johann von Stoltenberg'ninki şimal ve Avrupa'nınki şimali ve şark kısmı ve Asya degan kitapda Şarkı Türkistan yani Oriental Türkistan, Şarkı Türkistan deb işiltidi ve bu zamanni Issiqko'lning sharqdagi Xitoy disiplingacha borgan zaminni Şarkı Türkistan deb nim qildi. Hmm. 1756 yılda yani Xitoylar Şarkı Türkistanni, Manjular Şarkı Türkistanni tajovuz qilishni boshlagan jarayonda şu vaqtdagi fransiyalik turkologist deymiz hamda turk Hmm. tilini tadqiq qilgan Türkiye. Joseph Digenis ummo Sharq Turkiston Oriental yani Sharqiy Turkiston deb necha qatim shu tilga oladi o'sha Marayn Sharq Turkistonda. O'xshashlar 1759 yilda yani Manjular Sharq Turkistonni tunji qatim rasmiy ishg'ol qilgan jarayonda umumiy turklarning umumiy tarixi degan kitobida ingliz tarixchi dan birisi Turkistonni umuman turklarning davlati deb, ya'ni turklarning vatani, turklarning davlati deb tilga oladi va Turkistonni ikkiga bo'liniglik deydi u. Hmm. Geografiyalik shaklda ikkiga bo'liniglik. Sharq va g'arbga. Hmm. Sharqi Qashqardan tortib, shu sharqdagi o'lkalari shu Sharq Turkiston deb tilga oladi. Hmm. Shu g'arbninki xaritalarga qarasak, masalan 1500-yillardan tortib 1700-yillarning oyigacha 1800-yillarning boshlanishigacha Sharq Turkistonni ba'zida Tatari Independent Tatari Tatari o'tirasi buniki. Ammo bu yerda yolg'iz o'tirasi emas, bular shu ko'k turk davlatininki. Chunki bu xaritalar qarasanglar hammasi shu burungi qadimgi ko'k turk davlatininki ziminlarida o'tadi-da. Shu Tatari degani shu ko'k turk davlati bo'lishi mumkin. Petit Buxoriya, ya'ni kichik Buxoriya, Turkiston, Turk davlati, Qashqar regioni masalan Qashqar tarafini Qashqar davlati degandek. Andan keyin 1800-yillarning boshlarida bu yana hamda shu xaritalnimi Sharq va G'arb Turkiston deyishga boshlandi. Masalan buningki nurg'un xaritalar bor. Buni keyin 1829-yilda Xitoyning tashviq qilayotgani shu Nikita Burchin, Mikhail Burchin debman. Nikita Bichurin deb rus Xitoyni tadqiq qilgan bir tadqiqotchi. U bir nimaniki George D. Meyendorf'ninki nimasiga qarshi turadi. George D. Meyendorf bu yani Chinni Turkiston deb alayli deydi-da. Sharq masalan G'arb Turkistonni Rus Turkiston deb, Sharq Turkistonni Chinni Turkiston deb alayli deydi. U bir rus diplomatdi.
Onunğa qarşı Nikita Khrushchev 1829-yılda onun qarşı nima yazdı? Ya yani Çinli Türkistan desek bolmaydı o. Çünkü bu yerda bu Kaspiyan dengizidan tartib şu Köknur yani Tilen tağları. Şarkı Türkistan'ın en şimaldaki tağlar. Hazırkı bugünkü Xitayla Gansu өлkəsiga Ketib aldım. ketib algan, işgal qılıp algan rayonlar. Şu ýagıça bir millet yaşaydı o. Ular özüni Türk dep nima qiladi? Türk dep qaraydı we döwletini Türkistan deydi o. Şuning üçin biz Buxara Türkistan yani Garbi Türkistanny, Buxara Türkistan yoki Urus Türkistanny Garbi Türkistan dep bu Meyendorf'ninki atalmış Çinli Türkistan'ı Şarkı Türkistan deyişimiz toğırrak. Çünkü hiçbir kısmı hiç bu şiki rayonninki bu şiki zümrütninki okşaş yeri bulay gerçi bunun yana kiçik parçalarım bolsunmu, mesela Kaşgar, Akçı, Kökçü deydigan vilayetlik yoki ülkülik nimeler bolsunmu, bununki başka bir mängülik bir atalgysy bolmaslyk kerek. Bolmaýdy o. Çünki bu ýer Xitaynyňki zemin emas. Bu ýerdäki halyk nime bu Şarkı Türkistan Xitaynyňki uzun mängülik Xitaynyň bir Xitay yani Manju istilasynyň astyda kalmaýdy o. Şonuň üçin bu Şarkı Türkistan dep togry ilişimiz kerek dep şuna nim kılıyor. Şunun bilen Xitaylar şuna nim kılıyor bu uruslu uydurgan yani Nikita Bucher'ın uydurgan atalgı dep yalgan teşvikat kıldı. Ameliyatda o Nikita Bucher'ın az degende 100 yıl burun garip tarihçiler, coğrafyaçiler, siyasetçilere Türkistan, Şarkı Türkistan dep atalgısyny işletişke başlap bolap eken. Hamda Xitaynyňki atalmış Şinjan degen misal kelsak, masalan, hammamiz buni köpünçimiz bilimiz. Buni şu ýeňi zemin dep tarjym kılındy dep bilimiz. Amma 1887-nji ýyldyky Xitay ingilisçe logaty garasak tarjymalyk Şinjanny mustemlike, yani mustemlikeni Şinjanга tarjym kıldy eken. Şinjan ingilisçe tarjym kılsa mustemlik degen gep boldy eken. Onunki bu yalğız bizgillam atalgan nime emasken. Masalan, Manjular başka rayonlarny besip algan çagda, ýeňiden besip algan çagda, masalan, Guangxyny besip algan wagtda, ýani Guangxi Şinjan dep atapdy eken. Anandaki Guizhou Şinjan, Yunnanny besip algan çagda Şinjan Yunnan. Şu Manjulnynki Yongzhen padişahs davrida padişahsy yoki imperator davrida şundan nim kıpdy eken. Amma nime 1764-nji ýylda Şarkı Türkistany işgal kılgan çagda Manjular Şarkı Türkistanga şu tünji bäge atalgysy Şiyu yani ki garipçi döwletler ýeňi zemin yani ýeňi memleketi degen atalgysy. Bular kaýsy zeminni ýeňiden işgal kılgan bolsa we mustemlik kılıç niýeti bolsa şu ýerge Şinjan degen atalgyny goşudy eken. Amma bu Şinjan degen atalgysy resmi Şarkı Türkistan zeminiga umumlaştyrışga tyrışgan wagtda şu 7'şer döwletni Şarkı Türkistanyň 1877-nji ýylda 78-nji ýylda işgal kılıp bolap 1884-nji ýylda şu 11-nji aýynyň 18-nji ýylda 18-njisinde Türkistany Şinjan dep yani resmi şu wagtda Manju imperiýasyga ketip almakçy bolgan. Gerçi ondan keyin bizning halkymyz neçe qitim mustaqillygymyzy elan kıldyk we biz
bu yerda bu Sharq Turkiston degan atalg'u biz uchun yolg'izlam bir geografiyalik atalg'i emas. Yoki yolg'izlam o'zimizni atab oladigan bir atalg'i emas. Siyosiy bir atalg'i, davlatning atalg'isi. Birinchi, ikkinchi Sharq Turkiston Cumhuriyeti bekadin e'lon qilmadik. Bizningki orqamizdagi suratdagi orqamizdagi bu ikki ajdodlarimiz o kadar bilimdor, o kadar büyük bir ajdod lekin bugungi Xitoyning shunda uyallar o'ynanmaslik uchun shu tarixiy manbaga asosan o'zimizningki shu vaqt hozirgacha Xitoylar ko'pincha ko'ydiryapti, ammo u vaqt topqil bo'ladi deyman. Shu yaqinqi zamonlargacha. O'zimizningki shu davlatimizningki atalg'isini, tarixiy atalg'isini, egilik huquqimizni isbotlaydigan bir atalg'ini ishlatib, davlatimizga siyosiy atalg'i Sharq Turkiston Cumhuriyeti deb buni siyosiy atalg'ılarga aylantirgan. Va biz uchun bu Sharq Turkiston atalg'isi eng yaxshi atalg'u. Xitoyninki va boshqalarninki uyallarga, suiqasdlarga va bu propagandalar qarshi tura oladigan eng yaxshi tarixiy atalg'u. Chunki xaritalar qarasanglarmi, chiqara desanglar, chiqarib xaritani Xitoyni matqi qilib bo'ladi. Mana biz mustaqil davlatlik burun deb. Uningdiki Xitoymi xalqimizni sen oq jitingsin, ko'k jiting deb parchalayman deydigan, bir-birimizga dushman qilaman deydigan uyallarga qarshi taqobil turadigan atalg'u, ya'ni shu Sharq Turkiston atalg'usi. Va eng ayrısı hamda Sharq Turkiston geografiyasiga kelsak, bizningki geografiyasimiz, ya'ni davlatimiz o kadar bir güzel, o kadar bir cho'ng bir davlat. Agar dunyoda hozir biz mustaqil davlat bo'lib turgan bo'lsak, 16-chi eng cho'ng davlat bo'ladi. Ya'ni Amerika shtatiningki 2,5 massa, Turkiyadan 2,5 as cho'ngroq, Ukrainadan 3 as cho'ngroq bir zaminimiz bor. 1,828,418 kvadrat kilometrlik zaminimiz bor. Sharqdan g'arbgacha 2100 kilometr. Eng sharqiy qismidan eng g'arb qismiga 2100 kilometr keladi va shimoldan janubgacha 1700 kilometr keladi. Masalan, Xitoyninki o'zininki tarixiy manbalari qarasaqmi, masalan, ko'p xalqimiz bizning orqamizdagi xarita, orqamizdagi Sharq Turkiston xaritasi eng to'g'ri xaritasi. Burungi xaritalarga qarab haqiqiy zaminimizni shu 1,828,418 kilometr kvadratlik zaminimizni qaytadan shu burungi xaritalarga qarab qildik. Burungi xaritalar qarasanglarmi shunda. Xitoy keyin Sharq Turkistonni ishg'ol qilganda, masalan, bir qismini, eng ko'p qismi, Kansu qismini shu nimaga qo'shib oldi? Bilasizlar, Gansu va Chinxay o'lkalariga va hozirgi ko'pinchalar Sharq Turkiston deb qo'yayotgan nimasi shu Xitoyning atalmish avtonom rayon deganning xaritasi shu. Asli Turkistonning xaritasi ma'lum. Xitoyning o'zininki manbalarida, masalan, Mingshi degan nimasi qarasak, Ming sulolasining tarixi degan 1739-yilda shu yozilgan kitobda Jayuguan, hammamiz bilamiz ya. Xitoyning arxipelining eng oxirgi qismi Jayuguanda to'xtaladi. Shu vaqtda, shu Ming sulolasi davrida Yarkent xandonligi bilan, ya'ni Yarkent xandonligidan burun bular umumiy birlashishdan burun bir necha kichik xandonliklar edi, masalan, Turpan xandonligi, Qashqar xandonligi, Yarkent xandonligi degandek. Ammo hammasi o'qtiqqan. Ya aksi birsi tag'isi degandek. Turpan xandonligi davrida shu Xitoylar Ming sulolasi bilan qilgan bir urush to'xtami bor. Biz Ming sulola bilan
Neçe qitim az degende bir ay yıl uruşkan to'xtamay. Udul bolmasymy bir uruşup, yana bir azrak Hmm. söýüşüp, yana uruşup aşynda gitdikenmiz. Keyin şu 1500-nji ýyllar atrapynda, 1520-nji ýyllarda şu Ming sulalysy bilen çigirimizni resmi aýryp dikenmiz. Şu Ming sulalasynyň özüniň taryhy nimesde Ming Shi digen. Ming sulalasynyň taryhy digen kitapda ýazylyp. Şu ýerde bizning Şarky Türkistan bilen Xitaynyň çigirisi şu Jaýganda. Jaýganyňki içi Xitay, sırtı Şarky Türkistan. We yana Xitaynyňki alky Qianlong, Manjulnyňki Qianlong padyşasy 1759-njy ýylda Garp masalan Şiyu dep ataýdy ýa, Şiyun şeňde Hmm. döwletläriniňki heritisi dep heritisiz durdy. Şu ýerde şu heritidimi şu Jaýugan çigira. Şu Garpdyki döwletler bilen Xitaynyňki çigirisi şu Jaýuganda. Ýana Hmm. Şarky Xitay, Garby Şarky Türkistan. Bizning Şarky Türkistan hammaňlar bilsler aň dünýäde aň taglyk raýonynyň birisi, döwletleriň birisi. Bizde az degende bir 8 aýrym, 8 Hmm. hyl aýrym tag tizimliki bar. Hmm. Masalan, Altay, Taňrytag, Pamir, Purum, Tarbagatay, Tilen taglary, Altyn taglary degendek. Bizninki darýadan Şarky Türkistanda 1500-den artyk darýalar bar. Ondan keyin Şarky Türkistan Antarktikadan keyin karaganda glacier boldy go, muz, Hmm. muz. Ha. Suwununki muzy. Hmm. Antarktikadan karagan karaganda ikinji turulgan şu biz. Aň jyklyk muz baýa. Ak muz baýa. Şu taglarymyzdan kilýän. Yani en az degende Taňrytagynyň üzüne dilam 7500 kilometrlik aşynda muzlyk raýonlary bar. Paky suwuny nime kılış üçin. Şarky Türkistanda 1500-den artyk nime köllerimiz bar. En büyük köllerimiz mesela Xitay tarapydan mesela Lopnur en büyük köllerimizden biri, ama Xitaynyki şu atom synyk kılışı bilen anandaki ambar ýaş bilen kurtup etdi. Onundan sır 1970-nji ýyllarda. Onundan sır Şarky Türkistanda 570-den artyk darýalar bar. Köpüncisi ýany şu taglardan çykydy. Taglar çykyp atgan darýalary. En uzun deryasımız hemmemiz bildiğimizdek şu Tarım deryası. Lekin Xitay mustamlikçilerininki, Xitay işgalçılarınınki Şarkı Türkistan'ı mustamlik kılışı bilen bu deryalarımız mı kurup gitip bu mühim kısmıga bu mühim kısımlar karayla. Şarkı Türkistan'ınki stratejik ahmiyetiga kelsak. Şarkı Türkistan dünyada deki en bay zımınlardan birisi. Bay döwletlerden birisi. Eger biz bugün mustakil bolsak, en bay Orta Asya emas, bütün dünyadaki baylyk nispeten mesela G20 akçy kökçü diýdi-go. G20 Kataryga kiräleydigan bir döwletlerden birisi bolatdy. Muşu baylyk tüpeleden Xitay halkymyzyny irqi kırgınçylyk kılyapdy. Çünki ularga halkymyz kerek emas. Halkymyzyň şu wagtynçylyk kulluk kılyapdykan ýerleri bar, ama şu zemin we baylyk kerek. Şonuň üçin şu Şarky Türkistanyňki zeminini, baylygyny kontrol kılamada we ýana Şarky Türkistanyny ilki başga garip, masalan Hindistanga, Janubçy Hindistanga garapky kesse Orta Asyýaga, Kazakystan, Kyrgyzstanlyga kelgüsidiki işgaliýet planlary üçin Şarky Türkistanyny şu tutup turýardy we Şarky Türkistany mustamlik kılyapdy we Şarky Türkistanyny dünýädäki en militarized diýmiz, askerleştirilgen, yani askerlerini tüküp etken
Rayın bölgeler yani devletlerinin birisiga aylantirib qo'ydi. Buningki nishoni masalan Xitoyniki trillion dollarlik bir belbog' bir yo'l nimasi projesimi Sharq Turkistondan o'tadi. Sharq Turkiston bo'lmay turib Xitoyniki bu hech nimasi bo'lmaydi. Masalan Xitoylar o'zimi o'tgan hafta xabarga chiqadi. Xitoylar o'zi mushu 2024-yildan 160 milliard kvadrat kilowatt hours ne saatninki nimasi energiya tok ne shunchalik tokni o'g'irlabdi Sharq Turkistondan shu nimaga Xitoyning boshqa o'zininki Xitoyning o'lkalarini mang'izish uchun. Buni hisoblab chiqsak 6 milliard dollardan ortiq energiyada bu yolg'iz to'klam o'g'irlayotgan tok shunchalik bir yil ichida o'g'irlagan tok 6 milliarddan oshadi. Shu boyligimizni deb Xitoy shunda nima qilyotdi. Xitoy uchun bu Sharq Turkiston zimini bularninki ham o'zini kuchli qildirish uchun o'ziniki taraqqiy qildirish uchun ishlatyotdi. Ham bizni o'zimizning boyligimiz bilan bizni zulm qilyotdi, bizni qiryotdi. Ham dunyoni shu bizning boyligimiz bilan setayotganlarni, setib olayotganlarni shu nima qilyotdi. Masalan, u Turkiyaga, u yoqga desmi silayotgan pullari shu bizning vatanimizdan olayotdi u pulni, u boylikni. O'rta Osiyoga, u yoqlar qilayotganimiz shu, boshqalarmi qilayotgani shu. Xitoyning hamda bu bizning boyligimizga nisbatan masalan neftilan bizningki hozir hamda asosan Xitoyning manbalariga qarata nima qildik, chunki boshqalarini topolmadik. Shu Xitoyning o'zini qilishga majbur bo'layotimiz. Balki undanmi ko'proq bo'lishi mumkin. Eng oz deganda 23 milliardlik tonnalik neft bor, ya'ni Sharq Turkistonda. Bu neftninki basini nima qilsak, masalan, hozirgi zamonaviy basqi, hozirgi nima qilsak, shu 13 trillion dollardan oshadi. Eng boy davlatninki boylardan biri bo'lmizda. Boy davlatlardan. Ammo shu bu Xitoy buni Sharq Turkistondan shu nimaga yo'tkab ketyapti. Xitoyning o'ziga yo'tkab ketyapti kunni sari. Hozir Xitoylar 4 pipeline yasadi, ya'ni neft yo'llari. Hozirgi bağlari 4 shu neftni chiqarishga. Gazniki u qadarmi jiqroq, undan jiqroq. Masalan, gazniki Sharq Turkistonda yilda 92 milliard kub metr gazni Xitoyninki 15 o'lkasidagi 120 shaharga gaz kechiryapti va buningga shu 4 nima gaz yo'llari bor. Shu Xitoyning ham merga olib boradigan. Ya'ni Sharq Turkistonning gezi bo'lmay Xitoy to'nglab qoladi desak bo'ladi yoki Xitoy olib qoladi desak bo'ladi. Va andan keyin nima ko'mir qaragan chog'da dunyo bo'yicha agar shu iddia qilinayotgan shunchalik bada deyilayotgan ko'mir rost bo'lsa, dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turamiz ko'mir nimasida. Ya'ni 2 trillion tonnadan ortiq nima bor demakdir, ya'ni ko'mir bor. Va buningki pulga aylantirsak shu 320 trillion dollarlik ko'mirlar bor, ya'ni bizningki davlatimizda. Va ko'mir yana Xitoyniki shu Xitoydagi tok elektrisitetninki shu 60% shu ko'mirdan chiqayotgan gap. Undan sirt Sharq Turkistonda 153
artık minerallı ba. Mesela bu minerallarınki mineral degenimizde mesela altun, uranyum, kümüş, nime, eee, eee, başka nimeler mesela Alıştıraydigan, az uçraydigan moddalar. Eee, Mesela yakında lityum dünya boyunca ikinci lityum hmm, degan tılpınımızda mangdırdıgan, batareyany nime kıldygan hemme narsa şu hmm, lityum ýasyldy. Dünya boyunca şu bizniki Uşo Kurym taglarında, Kurym altyn hmm, tagları tarapyda Tibet bilen çygyryşydygan raýyl taglarymızda dünya boyunça ikinji şu lityum depozytyny tapdy ýani. Eee, Bu bir tarapdan bizge hazırça bizge zihni bar düşüngen hmm, bolsa çünki Xitay şunu dep bizni kyrap Ama, mesela nime jihatdanmo her jihatdan bizniki döwletimiz o kadar bay, zeminimiz o kadar bol. Yani tarıhtan buyanma şundaty. Tarıhtan buyanma şu o Yipek ýolida Şarky Türkistan merkez bulup, şu hmm. eň bay şu nimesini Emme ýolunu Begini, tutgan rol oynaganlyk üçin şu wagtdymy Hytaýlar 2000 ýyl burunmy şu Şarky Türkistandy işgal kılma dep eee, urunyganty we az bir däwirler işgal kılışga tirişdi. Amma biz galby kılıp ýana ulany şu Sipilniň aksy eýdep çykmadyk. hmm, İnşallah umma ýana gaýtadan bulanymy şu Sipilniň aksy gaýtadan eýdep çykmaz. Onunki de bu strategiýalykyňki muhim ähmiýetiniňki ýene bir kysmy äskeri hmm, strategiýa. Bunu kysykça bir ötüp boldyk. Mesela Xitay bu Şarky Türkistany bu bir nime ýoly ýalgyz tijari üçin emas. Xitay hmm, keyinki şu başga döwletlerni işgal kılıç üçin ýasawatgan tömür ýollary, ýasawatgan ýollary, ýasawatgan aýdyrymlary, portlary hemmesi şunuň üçin. Koş nime oýnaýdy o. Hem askeri jihatdan hem tijari jihatdan. Amma Xitay şikli taýýarlyklary. hmm, Mesela Şarkı Türkistan karasaňlar Şarkı Türkistandek kelki militarized bir nime ýok, zemin ýok dünýäniň hiçbir ýerinde. Mesela Xitaynyň özüniňki resmi rakamlara garasak 3 milliondan artyk kurallyk koşullary bar Xitaynyňki, Şarkı Türkistandalar. Bazı tadqiqatçılar we ekspertler diýdi, şu Şarkı Türkistandyki eee 3'ten 1 Xitayy şu nime ýalgyzdan şu kurallyk koşullary, bexatarlyk we kurallyk koşullary dedi. hmm, Eee, Amma Xitaynyň özüniň menbälerindämi şu 3 milliondan artyk kurallyk koşuny bar. Bununki en büyük kısmı meselen mao atalmış mao Halk Azatlyk Armiýasynyňki eee, az degende bir 100 miňden 200 miňçe asker bar. 200 miňdek, hazır 200 miňden artyk şu atalmış Halk Azatlyk Armiýanyňki askerleri bar Şarky Türkistanda. Onundan sırat hammamiz bildiğin Bing Tuan'ınki hmm, kurallık koşunu 2 milyon 700 bin artık kurallık koşunu var onunki azalары. Onundan kin 500 mingdek Xitayning kurallık sakçı kısımları deydi ya. hmm. Ujin diýdi. Unda kısımları var yani. Şarkı Türkistan bunda kılışı yalnız yani bizning nim kılıç emas. Mesela o bizning bastırışçılar o kadarcık aydurumlarni yasap ketmäwdi Xitay. Xitayninki yasawatgan aydurumlary, äkkelewatgan askeri nimeleri muhim noktalar garasak mesela Hindistan tarapydaki çiger taraplarymızga neçe aydurumlarni yasap ketdi. Otur Asiya çiger taraplarymızga neçe aydurumlarni yasawatdy. Bununki şikir roly bar. Şarkı Türkistandaki yani hazırkı ırkî kırgınçylyknyňki nimsimi Xitay bir tarapdan uruşga taýýarlyk kılıp Özümüz neçe qitim uruşga taýýarlyk kılışymız gerek dep. Bir tarapdan şu uruşga taýýarlyk kılıp Şonuň üçin
Xitoyga qarshi urusha oladigan, urush ehtimoli bor hammasini yosh cho'ng demay hammasini kaplarga sulab o'tiryapti, qulluq qilyapti. Buni hammamiz bilamiz. Undan sirt yana Xitoyning kengash niyati bor ya. Xitoy bular burunlam O'rta Osiyoning yarmini, ta Afg'onistonning hammasini, Hindistonninki shimol qismini, butun Mongoliya va Rossiyaninki shimol qismlarini hammasini Xitoylar yo'qotib qo'ygan rayonlar, zamonlar deb shunda o'zini yolg'on nimani yasab Teşekkür kılıptı. yolg'on nimanilam yasab chiqyapti. Xitoy u yerga kelib boqqanimi yo'q umrida. Hech bir tarixunda nim qilib boqqanimi yo'q, ammo yolg'on nimasini kelgusida o'zininki o'ziga delil yaratish uchun, o'zininki xalqini qoyil qilish uchun Xitoyning kemiychilik xarakteri shu ya. Shuni nim qilyapti. Xuddi hozir Sharq Turkistonda burunmi qilyapti, hozirmi bo'libmi qilib ketib bordi. Yangidan qadimki nimalarni topdik deb shu o'zi Xitoylar burun 20-30 yil burun o'zining Xitoyning nimalarni aklib ko'mab qo'yib, andan keyin 20-30 yildan keyin biz bunda topdik deb Xitoylar mancha yilning yozmanda bat deb shunda yolg'onlarni o'ydirish uchun nim qiladi. Xitoy shu kengaymoqchi. Shuning uchun bu kengaysa hamda qaysi tarafga kengaydi? Shu g'arbga kengaydi. G'arbga va janubga kengagandan keyin bu yerda Sharq Turkiston albatta muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun bizni oldi bilan bizni yo'qotish kerak, ya'ni Sharq Turkiston xalqini. Xitoylarni ko'p sonliqqa keltirish kerak. Andan keyin shu askariy asboblarni hammasini tayyor qilib turish kerak. Shuning uchun Xitoy Sharq Turkistonga to'kayotgan askariy mablag'ga qarasak, masalan, Xitoy deydi-ku biz Xitoyning o'ziniki nimasida yilda 300 milliardlik xijlayotimiz yoki 200 necha milliardlik xijlayotimiz deyotgan bo'lsa, Sharq Turkistonga xijlayotgan yolg'izlam yarmini Sharq Turkistonga xijlayotdi desak bo'ladi. Yarmi bo'lmasa-mu az deganda 3dan 1 qismini Sharq Turkiston g'illam xijlayotdi. Aşağıdaki nimasini kuchlantirish uchun. Bu bir tarafdan qo'rqinchliq, ammo yana bir tarafdan Xitoyninki nimasiga qarasak, biz bilan bo'lgan munosabati, biz bilan bo'lgan tarixiga qarasak, qachonki Sharq Turkiston xalqi pulga kusay chiqqan chog'da, rasmiy inqilob qo'zg'agan chog'da, rasmiy qarshilik bergan chog'da Xitoylar qochadi. Ko'pincha shu tikiblam qochadi. Biz doim mag'lub bo'lgan yerimiz shu ustal ustida. Ustal ustida mag'lub bo'lgan yerimiz bor. Bo'lmasa jangda 20-30 ming Xitoygami, 100 ming Xitoygami, necha million Xitoyni vayron qilib yo'qotganlarninki avlodlarida biz jangda mag'lub bo'lganimiz yo'q. Va kelgusidagi jangdami inshaalloh bu urush tezroq kelgay deb qilaman, chunki vaqt biz uchun u qadar oz. Buni xalqimiz tushunmayapti, boshqalarmi buni tushunmayapti. Xitoy bizni shu shunda ketaversa, 15 yilga chiqolmay Xitoy nüfusini 70%, 60-70% o'stirib bizning ishimiz o qadar xatarlik bo'ladi. Hozirmi zaten xatarlik. Ammo ümidsizlik darajasiga xatarlik olib boradi. Va Xitoyning niyati shu. Va shuning bizningki bugungi qilayotgan harakatimiz mustaqilligimizni nasl keltirish deb bu birinchi nishonimiz mushu bo'lishi kerak da'vatimiz shu xatarni oldini olish uchun. Bo'lmasa uni keyin qilib olamiz desak, keyin biz narsa qolmaydi. Kishilik huquq masalasini qilib, uni keyin shu Xitoy demokratlashtirgandan keyin, nima qilgandan keyin, anda bo'lardan keyin, undan keyin kishilik huquqimizni avtonomiya bo'lib olib, undan keyin avtonomiya deb qilib, undan keyin mustaqil bo'lsak bo'ldi deydigan munofiqlar bor ya, hammasi shu Xitoyning g'alchilari. Xitoyninki shu Xitoyga vaqt qozondirish uchun siz borayotgan shu yo'lni menyaptilar va xalqimizni shuning bilan go'ldayotdi. Bizningki hozir vaqtimiz yo'q. Hozir biz qanday qilib
Şarkı Türkistan'ınki umumiy Şarkı Türkistan'ın hammasini azat kılamasak, bir bölümünü azat kılmasak ve devletimizin müstakilligini nasıl keltirmesek bizge kutuluş yok. Kırılıp tamamen yok olamiz. Şunun için bizninki birinci nişanımız devletimizin müstakilligini nasıl keltiriş. Devletimiz müstakil bolgan çaqda onundan keyin kişilik hukukumuz buludu. O kişilik hukuk başta bulup ondan keyin devlet bolmaydı. Aldı bilen devlet buludu, ondan keyin kişilik hukuk buldu, ondan keyin hak hukuklarımız hamma narsamiz şu vaqtda kapaletlikka erişidi, şu vaqtda mavjud buludu. Aldı bilen devlet. Hamma narsani tashlab devletimiz nasıl keltirishimiz kerak. Bizning birinchi majburiyatimiz mushu bo'lishi kerak aziz qarindoshlar. Har qanday tashkilotlarga, har qanday faoliyatchilarga, har qanday umumiy xalqimizga birinchi nishonimiz mushu. Kishilik huquqni keyin nim qilib olamiz. Nurg'un Amerikaning kishilik huquq 200 necha 50 yil yaqinlab qoldi bu davlat. Bu kishilik huquq masalalari bor. Devletninki necha ming yillik tarixi bor. Angliyaniki kishilik huquq masalalari bor. Boshqalarninki kishilik huquq masalalari bor. U tugmaydigan masalalar. Uni qachon u dapni o'ynaymi desangiz o'ynayverasiz. Ammo bizniki bu davlat bo'lmasa, bu kishilik huquqingiz u yerda tursin, mavjudligimizni yo'q mavjudligimizni yo'qotib qo'yamiz aziz qarindoshlar. Shuning uchun biz uchun eng birinchi avvallik, eng birinchi nishon, eng birinchi talab qildig'imiz, eng birinchi shu narsa uchun kurash qildig'imiz shu davlatimizning mustaqilligi. Davlat bo'lmay turib bizning hech narsamiz bo'lmaydi aziz qarindoshlar. Biz davlatimizni nasl keltiraylik, ondan keyin kishilik huquqimiz, diniy erkinligimiz, boshqa narsalarimiz hamma narsani shu vaqtda saqlay olamiz. Diniy nuqtadan davlatimizni bo'lmay turib dinimizni saqlayolmaymiz, qo'g'dayolmaymiz. Saqalingizni qo'g'dayolmaysiz. Qo'g'dayolmaysiz ya Sharqi Turkistonda kirayotsizlar. Nimadan kelayotgan masala bu? Masjidlarimiz chiqiqliq, vayron qiliqliq. Assalomu alaykum degan ma'vatimiz, saqalni qo'yan ma'vatimiz, saqalliqlarimiz, yomon saqal qo'yg'isi kuyib ketayotganligi da'vataman buni. Boshqa narsani eng aqlli insondek yashash nimasini saqlayan ma'vatimiz. Nima uchun? Chunki davlatimizningki qo'ldan ketganlik uchun. Davlatimiz Xitoy tarafidan ishg'ol qilganlik uchun. Shuning uchun har qandig'imiz mayli ideologiyadan solchi bo'lamizlar, o'ngchi bo'lamizlar, nimachi bo'lsanglar, islomchi bo'lamizlar, boshqa nima bo'lamizlar. Hammamizningki kapolatligimizni mavjudlikni kapolat qila oladigan birlam narsa bor, u bo'lsa davlatimiz nasl keltirish uchun. Asli keltirish. Shuning uchun shuni kurash qilishimiz kerak. Va shu vaqtda vaqt munosabatan men oxir gapimni qilay. Oldimizdagi 5-fevral 97-yildagi G'ulji qirg'inchiliqniki 28-yilini xotirlaymiz. Va aziz xalqim, bu kunda biz harakat qilishimiz kerak. Hech nima qilolmasakmi, hech narsa qilolmasakmi, ovozimizni chiqarishimiz kerak. Shu shahid qarindoshlarimizga, shu ajdodlarimizningki ruhi asosan ovozimizni chiqarishimiz kerak va xalqaroga "Ma millat o'lmadi. Davlatimni biz bu irqiy qirg'inchilikninki, bu qirg'inchiliklarninki yildizni shu Xitoyning Sharqi Turkistonni tajovuz qilishidan sababli ishlar bo'lyapti deb xalqaroga buni tunishtirishimiz kerak va hukumatlarga, xalqaro hukumatlarga agar haqiqatan kishilik huquq deydigan bo'lsang, haqiqatan o'z taqdiringni o'z belgilash haqqingni qo'llaymi deydigan bo'lsang, haqiqatan demokratiyani qo'llaymi deydigan bo'lsang, bizningki mavjudligimizni saqlashning birdan-bir yo'li davlatimizni keltirish. Shuning uchun bizga qo'lingdan qanday yordam bera olsang, yordam berishing kerak. Ichiq yordam beramsan, yushirim yordam beramsan, qanday yordam bera olsang, yordam berishing kerak deb buni hammamiz talab qilishimiz kerak. Ondan keyin Xitoyni dushman ko'radiganlar, dushman deb qaraydiganlar ichiq bermasmi, yerning ostidan bulamdi, nimaning tushkidan bulamdi, bir yo'llar bilan yordam beradi. Ammo biz
aldı bilen o taleplerini kılışımız gerek. Aldı bilen biz bu milletin ölmegenlikini ve bizde şu devletimizni esir keltiriş için cesaret bağlılıkını ve şunun için kerek bolsa jinimizden, menimizden, kılımızdan, hamma narsamizdan boz kecholadiganligimizni bildirish uchun qilamiz bu namoyishni. Boshqa narsa uchun emas. Shuning uchun Amerikada biz Tashqi ishlar ministrligining oldida shu 5 fevral chorshanba kuni bo'ladi ekan, soat 1 dan 3 gacha qilamiz. Qarindoshlarniki bo'lib shu Washington DC, Virginia, Maryland atrof qarindoshlarniki bu namoyishga qatnashishinglarni umid qilamiz, chaqiriq qilamiz. Bir soat, bir yarim kun vaqtinglarni chiqarib buningga cho'qim nim qilinglar aziz qarindoshlar. Biz jim turib ketsak bo'lmaydi aziz qarindoshlar. Biz oldimizdagi eng oxirgi fursatni qo'ldan keltirib qo'ysak, diniy jihatdanmi yo'qolamiz, milliy jihatdanmi yo'qolamiz, insoniy jihatdanmi yo'qolamiz. Avlodlarimizni qolmaydi kelgusida. Avlodlarimiz o'zining kimligini bilmaydigan bir nimaga tushib qolamiz aziz qarindoshlar. Shuning uchun o'zingning qarindoshlaringni o'ylasanglar, o'zingning avlodlaringning kelgusini o'ylasanglar, eng oz deganda yarim kun vaqtingni chiqarib, dunyoning bu namoyishni qilishing kerak va talablar qilish kerak. Biri Sharq Turkistonni beslab olgan davlat deb e'tirof qilib, ikkinchidan Sharq Turkiston masalasi ustida moslashtiruvchini o'zining shu tashqi ishlar ministrligiga Sharq Turkiston ishlarga bir moslashtiruvchi o'tirib qo'y deb tayinlab talab qilishimiz kerak. Ikkinchidan shu Sharq Turkistonning Xitoyninki Sharq Turkistonda epirayotgan, davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik, mustamlika va ishg'oliyatini oyoqlashtirish uchun Sharq Turkiston xalqininki xalqaro qonun bo'yicha shu o'z taqdirini o'z belgilish haq huquqlarini qo'llash uchun kerak va bizga shu xalqaro qonun bo'yicha qanday yordam bera olsang, shunday yordamlarni berishing kerak deb talab qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Rahmat. Bilim zishliqini aytib yuqori bo'lgan dalil isbotliq nayt yaxshilik sababingiz oraliqda hech qanday buni o'zib etishning o'rni bo'lmadi. Bizningki namoyish bo'lgan safarbarlikni yaxshi qildingiz. Biz amaliyotda o'ziningki huquqiy o'ltirishning oldingi kuni 19 noyabr qor yomg'irida biz netchimiz chiqib irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilgan kunni xotirlab namoyish qildik. Bir hisobda o'ylasak bu xuddi bu namoyish hech qanday ahamiyatsizlik. Yana bir hisobda o'ylasak bu bizning vijdoniy burchimiz, qilishga tegishli ishimiz. Biz qildik, vijdonimiz aram topdi. Ham shu kuni bizdan boshqa u yerda namoyish qilgan odam yo'q. Shu yerga yig'ilgan Amerikaninki o'zining prezidentininki huquq o'ltirish kuni uchun yig'ilgan nurg'un odamlar ko'rdi, ularga ta'sir qildi deb o'yladik biz. Namoyishning cho'qim ahamiyati bo'ldi. Kam deganda o'zingizning vijdoniy ahamiyati bo'ldi. Endi bu Sharq Turkistonninki tarixini amaliyotda hammasi Xitoylarninki xetiga yozib qo'yilgan. Xitoychini biladiganlar asli bizning mush programmamizda bo'lish kerak edi. Xanzuan, Xitoy zuvan. İnsanlarımız agar xohlasa, men bilan mush programmaga chiqsa, biz o'zimizning tarix to'g'riliq gap qilsak bo'ldi. Eng oddiysi Xitoychini biladiganlarga oddiy bir misol keltiray. Xuma yi beifeng deydigan bir gap bor. Mush gapning o'zida nima xuma degan gap? Xu degan gap nima? O'zidan boshqa chet ellik nomini xurin deb atagan bo'ladi, hatto yevropalikni. Shuning ichida bizmi bor. Birisi Beijingga o'qishga borgan chog'da o'qituvchisi sizlar vatanni sig'inib ketdi, o'zingning yurtni sig'inib ketdinglarmi deb shu gapni qilgan. Demak, Xitoylarning hammasi kim ayon. Xu dedi, xaxuldi. Bizni xurin degan. Demak, hamma gap, hamma narsa Xitoyning tarixida bor. Azroq bir narsa bilsak-lam, u Xitoy bilan talishishninki hech qanday nimasi yo'q. O'zi yozib qo'ygan, o'zida bor. Demak, tarix degan mushta narsa endin Alloh Xudoy rafandim hamma yerdan, hamma manbadan foydalanib turib bu aqtashli kitobni, mana bu kitobimizniki bu ikki bo'ligini nayt yaxshi yozib chiqqan. Hammanglarning o'qib ko'rishinglarni umid qilamiz. Biz yana davomli so'zlasak namoyish. Oldimizda bizga bir fursat bor. 5 fevral. Bu g'uljilik qildanki ya biyalikning ishi emas, bu Sharq Turkistonlikning ishi. Shunga hammalarning chiqishini umid qilamiz. Bugun vaqt munosabati bilan programmamiz mushakis davomlashdi. Sog'lik Xudoy efendim, sizning ajratgan vaqtingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat.
Hammanglarning shu vaqtinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat. Allohga emanet.